Assalomu alaykum. Men ismim Alisher va Sojon universitetimizda barcha muslim talabalarimiz uchun namozxonamiz mavjud. Va men sizlarga hozir namozxonamizga qanday borishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Unda ketdik. Qizlar uchun namozxonamiz ham mana shu yerdan boshlanadi. Ketdik. Va shu yerga kelib, biz birinchi qavatga tushamiz. Birinchi qavat. O'sha kelgan yo'limizdan birinchi qavatga tushib, bemalol muslima talabalarimiz namozxonaga kelib bemalol namozlarini o'qishlari mumkin.